3 xonali kvartirani puliga bugun sizlarga 5 xonali hovlimizni video obzorini qilib beramiz. Uyimiz sotilyapti. 1.8 sotiqdan iborat Agrar universitetidan bor yo'g'i 1,5 kilometr kirganda joylashgan. Orientirimiz Chaqchuq bozori bo'lyapti. Katta yo'lga ko'rib turganingizdek bor yo'g'i bir 50 metrni tashkil qiladi. Ko'pchilik yashash uchun o'zi birinchi liniyani unchalik yaxshi ko'rmaydi, shovqin bo'lganligi uchun, lekin bu uyimiz ikkinchi liniyada shovqinsizroq joyda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, mana shu tupikimizning o'ziga ham 4 ta 5 ta mashina bemalol sig'adi. Bu tupikning o'zida bor yo'g'i 3 ta xonadon bor. Atrofda bo'lsa частный maktab bog'cha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Bu yoqda universitet, sal nariroqda bo'lsa Chaqchuq bozori joylashgan. Bu yoqda to'yxonalar, частный maktablarni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir endi sizlar bilan birgalikda xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Hovlimizga kirishimiz bilan bu yoqda tapchani ko'rishingiz mumkin. Yoz issiq kunlarida dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Binoyimizga bo'lsa ikkita kirish eshigi bor. Bu yoqdan kirilganda primoy zalga, bu yoqdan kirilganda bo'lsa koridorga kiriladi. Ikkinchi qavatimizga bo'lsa faqat mana shu zinamiz orqali chiqiladi. Uyimizda yashash uchun tayyor holatda bitta ikkita joyda kosmetik ishlari bo'lishi mumkin, lekin bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Uyimizda gaz, svet, suv hamma kommunikatsiyalari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa kolodets qilingan ekan. Hozir sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda katta holimiz joylashgan, shunaqa divanli zona qilib qo'yilgan. Uyimizning mebel texnikalari kelishilgan holda qoldiriladi. Oshxona mebellari bo'lsa, mana shu uyimizning o'zida qoladi. Bu xonamizni o'zingizlarning xohishingizga qarab zal qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi yoki yotoqxona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Oshxonamizning devorlariga kafel va dekor ishlatilgan. Bu yoqda bo'lsa koridorimizda joylashgan. Aynan mana shu joyimizda uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bo'lsa razdelniy sanuzellarimiz joylashgan. Bu yoqdan ham hozir aytib o'tganimdek hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Binoyimizning ikkinchi qavatida bo'lsa ikkita xonamiz bor. Bitta spalnya va bitta zal uchun mo'ljallangan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Arzon narxda shunaqa shinamgina hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.